Assalomu alaykum jo'ralar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlar. Mana qara jara Qozog'istonskiy ko'mir Furqat akamizning xonadoniga yetib keldi. Manzil binamizdan 4 yo'l ko'rinib turibdi. Mo'ljal bo'lsa Amirxon marketning yonginasida. Mana hamdan qarasam Mahrom qulidan kelish yo'li. Bugungi kunlarimiz juda ham suvib ketdi. Juda sovuq ko'mirlarimiz ajoyib bo'lib qizdirib xonadonlarimizda issiq temperaturada ushlab turadi degan umiddaman. Bu ko'mirimiz oti Qozog'istonskiy qara jara deb aytiladi. 50 kilolik xaltalarda xaltalanadi. Bahosi 105 ming so'mdan dastlabki etib beramiz. Furqat aka murojaat etaverasizlar. Mana dastlabki mashinalarimiz ham o'zlarimizda mavjud. Yetkazib beramiz bemalol. Yana bir marta manzilni tushuntirib o'taman. Bu yoqda 4 yo'l. Mo'ljalga keladigan Amirxon market. Mana yana qarayotgan bo'lsak, Maxtumqul tomonidan kelishini yo'lning bo'yinda o'zi ko'rinib turibdi. Qiyomat bo'lib, mana bolalarimizning ish jarayonlaridan bir lavha oldim sizlarga. Kelaverasizlar, murojaat etaverasizlar. Raqamlarni shu ostini yozib qoldiraman. Bemalol murojaat etib kelsanlar bo'ladi.